Assalomu alaykum parranda ishqibozlari, kanalimiz a'zolari. Kimga shunaqa tuxumga yaqin qolgan jo'jalar kerak bo'lsa, Andijon qora jo'jalari bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 100 tadan oshiqroq jo'jalarimiz bor. Xo'p, manzilimiz Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidanmiz. 12 ta viloyatga dastavkamiz bor. Dastavkalar отдельно pullik bo'ladi. 2 yil xudo xolisa maza qilib tuxumini olib o'zlaringga olib borsalaring bemalol tuxumga kirib qoladi. Tuxumni olib yeyishlaring mumkin. Biznes qilishlaring ham mumkin. Bemalol tuxumlarni olib inkubatorga qo'yib, ko'paytirib biznes qilish imkoniyati ham bo'ladi sizlarda. Kimga shunaqa tuxumga yaqin, yirik, 4 oydan o'tib qolgan jo'jalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidanmiz. Xo'sh, narxiga keladigan bo'lsak, narxlari 95 ming so'mdan do'stlar. Hammaga rahmat. Kanalimizga like, podpiskani bosib qo'yinglar. Hozir kichkina jo'jalarimiz bor. Keyingi videolarimizga kichkina jo'jalarimizni ham qo'yamiz do'stlar. Like ni bosib, podpiskani bosib qo'yinglar, kommentariyaga bemalol o'z fikrlaringizni yozib ketishlaring mumkin. Rahmat hammaga.